Cloud sun'iy intellektining reklamasi Cannes sherlari festivalining Grand Prix sohibiga aylandi. Ya'ni bilamiz, Cannes sherlari bu dunyodagi eng katta reklama festivali hisoblanadi. Biz bilamizki, o'sha ChatGPT, Gemini kabi sun'iy intellektlarning ichida reklamalar paydo bo'lishni boshlagandi va ularning ashaddiy raqobatchisi bo'lgan Cloud esa o'zining ushbu vaziyatdan unumli foydalanish maqsadida AIda reklama kirib kelyapti, lekin Cloudda emas nomli o'sha reklama kompaniyasida e'lon qilgandi. Cloudning ushbu rolikida foydalanuvchilar sun'iy intellektdan, ya'ni boshqa sun'iy intellektdan qanday qilib onam bilan munosabatlarni yaxshilasam bo'ladi degan savolni beradi. Sun'iy intellekt esa bunga javoban How do I communicate better with my mom? If the relationship can't be fixed, find emotional connection with other older women on Golden Encounters, the mature dating site that connects sensitive cubs with roaring cougars. What? umuman bu mavzuga aloqasi bo'lmagan reklamani ko'rsatishni boshlaydi va buning yomon taraflarini, ya'ni Cloudda reklama yo'qligini ko'rsatuvchi reklama roligi Cannes sherlarida Grand Prixni egalladi.